Malayziya sari yo'l. Hop, bu video ikkinchi videomiz YouTube'dagi. Hop, biz nimalar qilishimiz kerak Malayziya universitetiga o'qish uchun? Hop, birinchi ochirtda o'zimiz uchun yo'nalish tanlab olishimiz kerak. Ikkinchi ochirtda akademik hujjatlarni yig'ish kerak. Masalan, IELTS, keyin shahodatnoma va zagran pasport va shunga o'xshagan yana bir ikkita kichikroq dokumentlar. Keyin uchinchi ochirtda universitet topshiriladi. Universitetga har bir universitetlarning o'zini dokument qabul qiladigan saytlari bor. Hujjatlarni kirgizib, o'sha saytdan registratsiyadan o'tib hujjatlarni kirgizsa, hop, bu hujjatlarni bir ikki haftalarning ichida ko'rishadi. Menda eng tez kelgan Taylor University of Malaysiyadan 24 soat ichida javob xati kelgan. 50% grant asosida. Hop, ba'zi bir universitetlar odam to'lib qolgani bilan, masalan, siz intake'da oxirgi paytlarga taqab topshirsangiz, juda ko'p universitetlar qaramaydi. O'sha yuborgan xatingizga ko'pchilik universitet ulgura olmaydi qarashga. Bu qarordan qolib ketadi. Masalan, menda bo'lgan vaziyat Xiamen University of Malaysia. Malayziya universitetiga birinchi Business Foundation yo'nalishiga topshirganman. Keyin javob xati kelgan. Buni iyun boshlariga topshirgan bo'lsam, iyun o'rtalariga kelgan. Keyin iyun o'rtasiga meni fikrim o'zgardi va 2+2 dasturga topshirmoqchi bo'lib arizada yubordim va bu arizada hali ham javob xati kelgani yo'q. Men aytganim, o'sha ertaroq harakat qilsak, javob xati kelishi osonroq bo'ladi.